Do'st, bu safar boshqacha bo'ladi. Tasavvur qil. Yollangan aktyorlar kirib kelib, sizda taqiqlangan modda bor ekanini tekshirishni boshlaydi. O'sha payt seni qizing. Qo'lim akamga teginglar deydi. Ha, keyin barchatganchidan o'zingni olishadi. Bu nima deb sendan so'rashgan paytda o'zingni olib qizning qo'lini so'raysan. O'sha paytda seni qizing. Jinnimisiz, qo'rqitasiz deb rozi bo'ladi. Hamma narsa tayyormi? Tayyor. Boshladik. Voy, Flavis, anorlisimi? Eng yaxshi ko'rganim. O'shaning uchun qo'ydirib-da. Hozir keladi. Bu nima qolsalar, Mamat og'aynim to'ldirlar. Voy, Sekinroq, bo'yna. Voy! Bir sip olmaysanmi? Qulim aka. Ha, qo'rqma, hech narsa qila olmaydi buni. Bo'l bering, o'zim. Oshirmoqsanlar. Bu nima? Voy, barchatganchida qolib ketibdi-yu. Hey, malay qolib qo'y joyiga. Bular kim bo'ldi endi? Oke, boshqa aktyor gaplashgan ekansiz. Nima qilardingiz bizani o'g'ri qilib? 5 to'yimiz bor edi. Voy, bular haqiqiysimi shunda? Kimdir meni sotibdi. Bizani qiziqtirmaydi. Zaklatga uxladingiz. Ketdi. To'xta. Festivalga qisqa mashinaga bilanyapti. Aktorskiy zo'r ekan-a? Yomon qo'rqib yubordi. Bilmasang bilib ol. Bu narkotik, noqonuniy modda. Ulug', iflos maraz bola ekansan. O'rtoq kecha resimdan chiqib ketib qopti. Siqirchida qilib yuribsizmi? Endi rostdan ham oramiz ochiq. To'y haqida o'ylamang ham. Aytsinga, men ani iflos ulug', mana shashildi. Oyoq qo'lim, Aka, qo'yib yuboringlar, zaklatni qaytarib beramiz. sizlarning kelayotganiga boshqa tiqilmayman. To'yga bordik.